Pişiriqchi ustamlar, tizimlikinglarga nayt yeyishlik va bozorlik bo'lgan eris qatqatni kirgizishga tayyor turinglar. Bugungi eris qatqatqa xumarning yangidan bozorga salgan sap erisi bilan bol seriqni ishlatdim. Shunglashqa bek o'xshadi. Undaqda meni qo'shib eling. Men Xumar pishiriqni mendan so'rang. Xumar bol seriq may 200 gram, suv may 100 gram, shakar 150 gram, xumar tabiiy asli 150 gram, oq eris 250 gram, xom 100 gram, soda 10 gram, poda 10 gram, un 250 gram. Seriq may, suv may, soda üçünü bir köptürüp alamiz. Endi şekerni töküymiz, keynidan tuxumni sevitimiz. Tuxumni ilish bo'ldi, endi biz hasalni, keynidan erisni sevitimiz. Endi biz un bilan podani aralashtirib kelib olamiz. Mana aralashmamiz tayyor bo'ldi, endi biz buni silib yeyib olamiz. Tekshi tuzlab olamiz. Endi biz kavshanni silib olamiz. Kavshanning gradusi 180 gradus, 180 gradus o'xshash tanshab 20 minut atrofida pishirib olamiz. Mana eris qatqitimizni pishib tayyor bo'ldi. Mana eris qatqitimiz muzlab tayyor bo'ldi. Biz buni ko'z mo'ljalda 4 parcha qilib olamiz. Erisindek süp bo'lgandan keyin shunga o'xshash ust-ustiga 4 qavat qilib olamiz. Juplab olgandan keyin chet jo'risini kesib etamiz, tekshilab. Jo'risidan kesib olgan o'g'undisini shunga o'xshash yuziga yana bir qavat sepib etamiz. Tolunaydek gözlerini körgüm kilidi oy. Şirin tatlı levlerine süygüm kilidi oy.